Hisobot 15-kvartaldan 2 xona 3 xona qilingan uyimiz chiqyapti. 4 etajga domi 3-qavatidan. Hozir men sizlarga videoobzor qilib ko'rsataman. Bu yog'imizda asosiy podyezddan kirish eshigimiz bo'lyapti. Chap qo'limizda srazu tualetimiz bo'lyapti. Tualet vannasi alohida. Bu yog'imizda vannamiz bo'lyapti. Mana vannasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Kafelar yaxshi holatda turibdi. Bu yoqda o'zini kir mashinalari ham bor ekan. Mebel texnikasi bilan birga sotiladi bu uyimizda. Bu yog'imizda zalimiz bo'lyapti mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Televizorlar ham qoladi. Bu yoqda konteynerlar ham bor ekan. Mana remontlarga baho beraverasizlar. Zo'r holatda turibdi, odam yashagan bo'lsa ham. Xo'p. Chap qo'limizda spalniyimiz bo'lyapti. Mana spalnisini ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda o'zining shkoflari ham bor ekan. Bu uyimizdan umuman 54 kvadrat. Mana qo'rxonalari ham katta. 2 xona 3 xona qilingan. Bu yoq oshxona o'rnini, bitta spalni xona, detskiy spalni qilib qo'yishgan mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda ham joy bor. Balkoni 1,5 ga 6 bo'ladi. Oshxonani balkonga olib chiqishgan, mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda o'zini xolodilnigi ham bor. Mana buni tozalab olish kerak, akvariumni. Xo'p, uyimizdan 54 kvadrat, metro Turkistonlarga yaqin, joylashgan joylari zo'r. Bemalol olib turib ijaraga berib qo'ysanglar ham bo'ladi. 500-600 dollarga ijaraga topshirsa bo'ladi. Xo'p, uyimizdan narxini 78 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o'tib bergan javob bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborli uchun rahmat.